Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Hustle Gaming bizlar va'da bergancha turnir o'tkazdik. Ya'ni top 1 ga 100 almas turnirini o'tkazdik. Stream o'zimning akkauntimda bo'lmadi, sababi o'zimning akkauntim 25 ga yetmay qoldi. Bizlar Baha Gaming ya'ni Qirg'iziston YouTuberida iltimos etdik, so'ng ustida stream qilib bering, turnir o'tkazib bering. Bizlar turnirni o'tkazdik, turnir yaxshi bo'ldi. O'yinchilar o'ynashdi. Turnir zo'r bo'ldi. Hozir o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda kechirim so'rayman, ya'ni videoda mikrofon qo'shilmay qolgan, mikrofon zapis qo'shilmay qolgan. O'rnina qo'shib qo'yib beramiz. O'zingiz ko'rguvosi bo'lganda, Zoro bilan Makfinning o'rtasida bo'lgan bo'yda, ya'ni Zoro olib chiqdi. Nega ko'rinmayi mumkin? Shamol ko'rinmaydi. Ne haqiqiysini ko'rsangiz bo'ladi. Zoro olib chiqdi. Akkaunti usi. O'sha akkauntning egasi mening lichkama yozdi, ya'ni almasni so'rab, usi top 1 olgan bo'ladi. Usi Zoro degan bo'ladi. Bizlar o'g'an o'zining 100 almasini solib berdik. Ko'rsangiz bo'ladi, o'zining almasini solib berdik. Priyam quvonib qoldi. Kimga donat ham almas serverlar kerak bo'lsa, ya'ni arzon almas serverlar kerak bo'lsa, silka profilimda turibdi, Telegram silkam, o'tib ola bersangiz bo'ladi. Barchangizga rahmat, videoni tomoshalaganingiz uchun.